Tarodan xabar. Agar shaxsiy rasklad kerak bo'lsa, Fortuna 20-25 ga yozasiz. Va shaxsiy rasklad olasiz. Bu rasklad yarim soat bo'lishi mumkin, 20 daqiqa bo'lishi mumkin. Bunaqa общий rasklad emas va bunaqa qisqacha emas. Xo'sh, savol beramiz. U bugun siz haqingizda nimani o'yladi? U bugun siz haqingizda nimani o'yladi? U kim? Ha, u sizni yaxshi ko'radi. Siz u bilan gaplashgansiz. Hatto отношения bo'lgan. U sizni sog'inyaptimi? Sog'inyapti. Hozircha sizlarda sovuqlik yo'q. Sovuqlik qanaqa? Pauza. Sizlarda pauza. Nega pauza? Nega pauza bo'lib qoldi? U bergan va'dasida turmadi. Pauza, sovuqlik. Va'da bergan, va'dasida turmagan. Xo'sh, uni maqsadi nima? Va keyin ko'p agressiya ko'rsatgan. Ya'ni u sizni eshitmagan. Pauza shundan bo'ldiki, siz ham gaplashishdan to'xtadingiz. U ham. Nega gaplashishdan to'xtading? Qanim, yigit. U fantaziya bo'yicha, u zo'r fantaziyor, fantaziyasi bo'yicha u hamma narsani qilib bera oladi. Siz uchun hamma narsa qilib bera oladi. Sovg'alar, e'tibor, va'dasida turib, uni fantaziyasi bu. Lekin hayotda-chi? Yo'q, hayotda u xayolparast, fantaziyor. Hali u realizatsiya qila olmaydi. Faqat u sekin rivojlanadigan odam. U sekin rivojlanadi. Agar sabr qilaman desangiz erishasiz. Ha, u fantaziyor. Yaxshi va'dalar beradi, rostdan yaxshi ko'radi, o'zini juda chiroyli, men qizlardan orzusiman deb o'ylaydi. Agar erkaklar eshitayotgan bo'lsa, buni o'zingizlarga o'girib olinglar. Va o'zini egosidan o'tib keta olmayapti. Pauza shunda. Ha, lekin sog'ingan, sizni ko'proq birinchi bo'lib qadamini tashlashingizni xohlayapti. Gardiniya qo'ymayapti, g'urur qo'ymayapti unda. G'urur baland. Ha, lekin juda ham sog'ingan, lekin u SMS yozmoqchi, u SMS yozadi, shundan keyin yana xohlasangiz gaplashib ketavering. SMS yozmoqchi, hatto sovg'a ham tayyorlagan. U bu joyga borish, yo choy ichish, yo qahva ichish. Va ko'z tegan degan gapni ham aytadi hali. Tushimga kiribsan, bizga ko'z tegdi shekilli deb. Lekin u sizni kuzatyapti. Instagramdan yoki qayerda Telegramdanmi farqi yo'q, u sizni qachon kirib chiqqaningizni kuzatyapti. Faqat meni sevib qolsin deb doibatam qilyapti o'ziga o'zi. Menga nimaga chiqmaydi deb. Chunki sizni yaxshi ko'radi, lekin fantaziyor, faqat sekin rivojlanadi. Juda ham kutyapti sizni birinchi qadam tashlashingizni. Siz uni quyoshsiz, siz uni kayfiyatini ko'taruvchi insonsiz. Mayli, baxtli bo'linglar.